17 dekabr Sharq Turkiston davosining peshqadam lideri İsa Yusuf Aliptekinning vafotining 23-yili. O 1901-yili Qashqar Yangisarda dunyoga kelgan bo'lib, 1926-yili Sharq Turkistonning g'arbiga kelib urushga qatnashgan. 1931-yili Xo'janiyaz Hoji inqilobi mezgilida Turkistondagi yerlik amaldorlarning zulmini hukumatga bildirgan. 1936-yili Turkistondan Xitoy majlisiga vakil bo'lib tanlangan. 1949-yili Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonni ishg'ol qilganda Kashmir orqali Hindistondan panohlik tilagan. 1954-yili Turkiyaga kelib, toki umrining oxirigacha har yerda Sharq Turkistonning davosini anglatgan. Marhumning yotqa yeri jannatda bo'lsin. Doğu Türkistan'ın kurtuluş için Aziz Türkiye'miz başta olmakta. Türk dünyasının, komşularımızın, dindaşlarımızın insanlık aleminin yardım etmesi lazım. Bu yıllık Türk dünyası Turan yazgan mukofoti İlham To'xtaga berildi. Türk tadqiqotlari raisi Ko'zxon yazgan ve Vengriya Turan Vahbi Andreso Bero bu mukofotni İlham To'xtaga loyiq ko'rdi ve mukofotni 10 yil Angliyada yashashga majbur bo'lgan Uyg'ur san'atchisi ve siyosiy faoliyatchisi Rahima Mahmud xonim vakil bo'lib qabul qildi. Mukofot tarqitish marosimida Turan yazgan mukofotning Türk dunyosiga katta xizmat qilganlar uchun tarqitib berilganligi so'zlandi ve katta emgaklari bilan bu mukofotga erishgan Mustafa Jamil Qirim o'g'li 2013-yil, Andres Bero 2015-yil, Olja Sulaymon 2016-yil, Irshad Salimi 2017-yil qatorliqlarning ismi tilga aylandi. Uningdan keyin bu yillik mukofotning Sharq Turkiston inson haqlari qo'g'duvchisi dаңlıq professor İlham To'xtaga berilganligini e'lon qildi. Xitoy kommunist axborotchilari diniy to'nga o'rnib olgan siyosatvoz degan safsatalar bilan Tibetning ma'naviy doyisi bo'lgan Dalay Lamani qattiq aybladi. 2019-yili 10-mart Xitoy kommunist askarlarining Tibetga besib kirganligining 60 yillik. Öz vaqtida, ya'ni 1959-yili Dalay Lama 100 ming kishilik aholini boshlab Hindistonga qochoq o'tgan kun. Xitoy kommunist axborotchilarining bu kunni Tibetdagi qurolliq isyonchilarni bostirgan kun deb e'lon qilishi ochiq yolg'on biljirlashdan boshqa narsa emas. Chunki Dalay Lama 1989-yili Nobel tinchlik mukofotiga erishgan. Amerika hukumati Xitoyga qartilgan 200 milliard dollarlik mahsulot tambojni bejini o'stirish vaqtini 2019-yili 2-martda ijro qilganligini e'lon qildi. 14 dekabr Amerika Savdo vakili ishxonasining Federatsiya axborot tarafidan bu qarorning o'zgartirilganligini e'lon qilgan. On 15 dekabr 74 davlatdan kelgan 600 dan ortiq parlament a'zolari jam bo'lib, Yerusalim uchun parlament a'zolari jamiyati 2-navbatlik yig'ini Turkiya Istanbulda ochildi. Bu yig'inda Yerusalimni ishg'ol qilganlik ustida davomli xristian va islom dinining muqaddas joyi bo'lgan yerga tajovuz qilganligini ogohlantirib, har qaysi tashkilotlar zarur bo'lgan tadbirlarni qo'llanib, Aqsa masjidini qo'g'dashni talab qildi. Shuning bilan bir vaqtda Yahudilarning asr savdo ramkasida masala hal qilish g'arizini rad qildi.